nashriasining muallifi Mutawakkil Burxonov, asli Buxoroning farzandi bo'lgan Mutawakkil Burxonov uy muzeylarga tashrif buyurganmiz. Bundan oldin jamoa bilan shu qabrlarga borib, ziyorat qilib, Qur'on tilovatlarini qildik. Bizni kutishni davom ettiring. Qiziq ma'lumotlar siz uchun avval aytib boramiz. Haqiqatan bizni kutishni davom ettirishimiz kerak, chunki Burxon sifatida bir qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Bizani yana ko'rib o'tiribsiz. O kishi tomonidan bastalangan qanchagina asarlar ro'yxati mavjud. Tarmoq bizni kutishni davom ettiring albatta. Ana uy muzeyida biz hammamiz jamoa bilan, talabalarimiz bilan Buxoro davlat universiteti professor o'qituvchilar bilan birgalikda tashrif buyurganmiz. Mutawakkil Burxonov yuqoriga aytganimdek, O'zbekiston Respublikasi Davlat Majlisida bastilashda O'zbekistonimizning milliyligiga yondashganlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi Buxoro Shashmaqomi buzruk maqomdan olingan asar boshlanishi. Uchinchisini yana sizga aytib o'taman, Buxoroning farzandi yana o'z asarlariga nimalarni kiritganligini. Tojikcha so'z bilan bastalagan Chashmi Siyo degan asarlari ham bor. Buni albatta olib, topib, eshitsalaringizga juda ham bir chiroyli asar yaratilgan. Chashmi Siyo dori Qurbona Shavaman so'zidan boradi. Albatta buni yoshlarimiz tomonidan ko'pchilik ijro etadi. Ko'pchilikning xabari bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu narsani sizlarga havola etyapman. Albatta biz faxrlanamiz. O'zimizning vatandoshimiz, o'zimizning Buxoro sharifining farzandi bo'lgan faxrlanamiz, doim g'ururlanib gapiramiz. Salomat bo'linglar, kuzatishni davom ettiring. Yuqorida aytib o'tilgan faktlardan, isbotlardan ana milliylikka yondashgan degan so'zi o'zlarining maqtovlariga qo'shiladi deb faktlar e'lonlangan. Barchalarni Buxoro universitetida Mutawakkil Burxonovning o'zi 50 yoshliklari yubileyiga barchani taklif etaman. Salomat bo'ling. Hurmatli ijtimoiy tarmoq, hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Mutawakkil Burxonov uy muzeylaridan so'ng Buxoro davlat universiteti faollar zaliga tashrif buyurdik va bu yerda bo'lib o'tadigan tadbirni kuzatib boringlar. Albatta musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasi talabalari tomonidan tashkil etilgan chiroyli asarlar ijro etiladi va albatta bizni kuzatib boring va fikrlaringizni bildiringlar. Rahmat.